Kamera, motor. Nachalik. Xullas, bugungi mavzu juda qisqa bo'ladi degan umiddaman. Sababi bugun biz spinni ko'rib chiqamiz. Demang, chunki men to'liq tushuntirib bermayman baribir. Hech qachon bunaqa bo'lmagan, qilmaganman ham. Hop, o'zi bundan oldingi biza misol kirish, chiqish va sovuq qo'ng'iroqlar bilan ishlaydigan texnikani ko'rib chiqqan paytimiz bitta narsani tushunish kerak. Texnikalarni o'ziga yarasha anisi bor. Misol, u texnika ideal emas birinchi o'rinda va mijoz bilan ishlayotgan paytingiz mijoz nimalarga moyilligi borligidan va uni o'sha temperamentidan kelib chiqib texnika tanlanadi. Problems implication need pay off. Hop, adashmasam to'g'ri yozdim degan umiddaman. Xato qilgan bo'lsam aytasizlar, hech qisi yo'q. Bundan oldingi sotuvlar o'rta miqdordagi sotuvlarga to'g'ri keladi. Misol, bundan oldin kirish, chiqish va sovuq qo'ng'iroqlar bilan shug'ullangan paytimiz bu o'rta sotuvlar, ya'ni mayda sotuvlar emas. Misol, uslovna mayda sotuv, aytaylik, kichik o'rta va katta. Misol, uslovna shunaqa 3 ta kategoriyaga bo'ladigan bo'lsa, kichik sotuvlar bilan biz shug'ullanmaymiz. Ya'ni bu narsa menga qiziq emas. Kichkina summalik yoki kichkina qiyinlik bilan deymizmi? O'rta sotuv, o'rta kategoriyaga kiradigan bundan oldin ko'rib chiqqanimiz kirish, chiqish va sovuq qo'ng'iroqlar o'rta summa bilan ishlashga yaxshi hisoblanadi. Ya'ni unaqa qimmat bo'lmagan, lekin juda arzon bo'lmagan ham o'rtacha narsani sotadigan bo'lsangiz, o'sha texnika yaxshi. Katta qimmat sotuvlarda spin juda zo'r qo'l keladi. Sababi misol farqi bor-da. Bitta odam sizga 1 million to'layaptimi, 10 million to'layaptimi? 1 millionlik qiymat berish boshqa narsa, 10 millionlik qiymat berish boshqa narsa. Hop, spinni o'ziga qisqacha to'xtalamiz. Birinchi o'rinda spindagi situations, ya'ni birinchisi vaziyat. Vaziyatni o'rganishimiz kerak, vaziyatni tahlil qilishimiz kerak va vaziyatni aniqlashtirishimiz kerak. Ya'ni misol siz o'zingizni suhbatdoshingiz kimligi, nimaligi, qayerdaligi, nima holatdaligi, ya'ni butun uni holatini aniqlashtirib olishingiz kerak bo'ladi. Ikkinchisida problems, ya'ni bu undagi bor muammolarni aniqlashtirish, uni og'riqlarini bilish va uni duch kelayotgan qiyinchiliklarni aniqlash kerak bo'ladi. Uchinchisi implication, agar shu og'riqlar, agar shu muammolar davom etaveradigan bo'lsa, qanday vaziyatlar, qanday oqibatlarga olib kelishi mumkinligini ko'rsatib tushuntirib berish kerak bo'ladi. Va to'rtinchisi need pay off, ya'ni o'sha muammolar, mana bu yerda implicationda ko'rsatib o'tgan, agar shu muammolarni hal qilmasangiz shunaqa narsa bo'ladi va sizda xuddi shu muammolarni hozir hal qilish imkoniyati bor va shuning uchun bizni platformani yoki bizni mahsulotni, bizni servisni sotib oling degan narsa bo'ladi. Ya'ni misol uchun mijoz bilan yo'l tuzadigan bo'lsak, boshida hozir siz mijoz bilan mana bu yerdasiz. Ikkalanglar suhbatlashib turibsizlar. Mana bu yoqqacha bo'lgan jarayon situation. Va shu situatsiyalar oqibatida kelib chiqqan problem bor. Ya'ni mana shu situatsiyalar yig'indisida qanaqadir muammolar bor hozir. Implication bu muammolarni yechmasa potensial kelajakda nima bo'lishi? Implication va need payoff. Mana shu narsani undoq bo'lib need pay off. Va mana bu implication, ya'ni oqibat asoratlaridan qutulish desak ham bo'ladi. Ya'ni qisqacha shunaqa xronologiyadagi logikali narsa.
situationda aniqlashtirdingiz, nima holat bo'lyapti, nimalar uni o'zimman, kim u, nima u va hokazolarni. Problemsda unda nima muammolar bor, qanaqa qiyinchiliklar bor, qanaqa vaziyatga hozir nima uni qiynayapti xullas. Implication, ya'ni xuddi aytganimdek o'sha narsa, misol hozir o'zidagi bor muammoni hal qilmasa nima bo'lishi. Kelinglar, misol bitta o'quv markazi misolida keladigan bo'lsak, birinchi bo'lib situation aniqlashtiramiz. Ya'ni bitta muhim narsa situation o'zimman spindan tashqari o'zi asosiy aksariyat sotuvlarda eng muvaffaqiyatli bo'lgan sotuvlar asosan sotuvchi savol bergan va to'g'ri savol bergan sotuvlar hisoblanadi. 80 ga 30, 80 ga 20 emas, hattobi 70 ga 30 qiladigan bo'lsak ham, ya'ni 70% siz savol berasiz, 30% gapirasiz. Ya'ni bu texnikaning asosida ham xuddi shu. Ya'ni situationni aniqlashtirish uchun siz unga hech qanaqa gapirib tushuntirib bera olmaysiz. Webster telefon qilyapti. Ya'ni situationni aniqlashtirish uchun savol berasiz. Ya'ni assalomu alaykum. Hop, suhbat boshida o'z kimsiz, o'quv markazingiz nomi nima, qayerda joylashgan, qanchadan beri ishlab kelasiz, bundan oldin o'z o'quv markaz yurishda tajribangiz bo'lganmi yoki bu birinchi martasimi va hokazo. Ya'ni situatsiyasini aniqlashtirib oldik va biz faqat savol beramiz, mijoz gapiradi. Ya'ni 70% savol, 70% suhbatni misol bu yerda foiz deb tushuntiradigan bo'lsam tushunarliroq bo'ladi. Suhbatni 100% deydigan bo'lsak, 70% biz faqat savol berishimiz kerak, 30% da o'zimiz gapirib berishimiz kerak. Birinchi situationni aniqlashtirdik. Keyingi etapda muammo. Muammoni ko'rsatib beramiz. Misol, hozir sizda qanaqa muammolar bor, qanaqa qiyinchiliklar bor va nimalarni bartaraf etmoqchi edingiz? Aytaylik, o'quv markazida o'quvchi sonini ko'paytira olmayapman. Ya'ni bu ham bitta katta muammolarimdan bittasi. Hop, o'quv markazingizda o'quvchi sonini agar muntazam qancha ko'paytirib borsangiz, bu sizga yaxshi bo'ladi va qanaqa natija xohlaysiz. Misol, men oyiga hattobi +10 ta, +50 ta o'quvchi qo'shilib borsa ham sezon bo'lgan paytda shu meni muammom yechilgan bo'lardi. Ya'ni hozirgi yagona muammoingiz shu va agar shu muammoingiz yechilsa boshqa muammo qolmaydi desangiz, o'quvchi sonidan ko'paytirishdan tashqari yana bir nechta muammolarim bor deydi. Misol uchun bu xodimlarni boshqarishim, filialni kengaytirishim va hokazo. Ya'ni bir nechta muammolarni aniqlab olamiz va implicationga o'tamiz. Misol uchun, hozir siz agar o'quvchi sonini ko'paytirmasangiz, o'quvchi kamayib ketadi. Sababi hozir sizda bor 100 ta talaba ham sizda umrbod o'qimaydi. Ya'ni umrbod hech kim o'qimaydi. 3 oy, 6 oy yoki muddat kelgandan keyin balki konkurentingizga yoki o'qishni tugatadi. Xohlasa, xohlamasa bu qachondir vaqti tugaydi. Ya'ni agar siz o'sha o'quvchini ko'paytirish muammosini hozir hal qilmasangiz, bor 100 ta talabangiz ham vaqt kelgandan keyin, misol 3 oy yoki 6 oydan keyin baribir 2 barobar yoki 3 barobarga qisqarib ketadi. Sababi o'sha o'qishni tugatadiganlari bo'ladi, boshqa konkurentlarga ketadiganlari bo'ladi. Ikkinchi muammo, endi bu narsani sal uzoqroq, tushuntiribroq aniq qilish kerak va imkon qadar siz unga shunchaki javobni aytib berishingiz kerak emas. Ya'ni bu spinni farqli jihati ham shu. Ya'ni bu narsani siz unga savol orqali tushuntirib berishingiz kerak. Ya'ni agar hozir siz mana bu 100 ta o'quvchingiz bor ekan, shu 100 ta o'quvchingiz qancha muddat sizda yana o'qiydi va o'quvchi sonini umuman ko'paytirmasangiz, shu 100 ta talaba sizga qancha vaqt davomida stabil daromad olib keladi. Shunaqa savol berish kerak. Ya'ni o'zi aytadi, bir 3 oydan keyin o'sha o'quvchi soni o'sha 100 ta ham qanchadir o'qishni bitiradi, ketadi va hokazo deydi. Yo'q, bemalol. Narsani sotishga yaxshi misol bo'ladiki, antiradar sotmoqchi bo'lsangiz, misol uchun, например, siz shu paytgacha mashinada yurgansiz, radarlarga tushib kelgansiz va bu sizga ko'p radar pullarni olib kelgan, o'shani yechish uchun antiradar sotib oling degan edi. Kamroq radarga tushish. Arzonroq spreyni chiqdi. Alternativ. Zo'raydi. Bilmadim. Xo'p, yaxshi chalg'ish bo'ldi. Problemsda uni muammolarni aniqlashtiradigan savollar beramiz. Nima muammolar bor, nima qiyinchiliklar bor, nima sizni qiynayapti? Shu muammolar hozir qanchalik muhim va shu muammoni yechsangiz boshqa muammo qolmaydimi degan narsalarni so'rab olish kerak bo'ladi. Implication etapida shu muammolarni bartaraf etmasa nima bo'lishini
o'zi isbotlashi kerak. Ya'ni to'g'ri savol berishni asosiy mazmuni ham shunda. Ya'ni mijozga siz aka mana shu narsani qilmasangiz mana bunaqa bo'ladi deyishni o'rniga agar shu narsani qilmasangiz nima bo'lishi mumkin deb o'ziga aytasiz va o'zi sizga javobini aytadi. Siz kutgan yoki siz kutmagan javobni aytadi. Xullas, boyagi o'sha o'quvchi soni ko'paytira olmaydigan o'quv markaziga shu 100 ta talaba sizga yana qancha vaqt davomida stabil daromad olib kelishi mumkin. Ya'ni umuman o'quvchi soni ko'paymasa, bular qachon kelib yopilib ketishi mumkin, qachon kelib tugab ketishi mumkin shu 100 ta talaba degan savolni beradigan bo'lsangiz, u javob beradi, misol 3 oy, 6 oy, 5 oy va hokazo. Ya'ni hozir agar siz o'quvchi sonini birdaniga ko'paytirmasangiz va shu narsa bilan qattiq shug'ullanmasangiz, kelajakdagi 6 oy davomida o'quv markazi yopilib ketishi mumkin, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Keyingi muammolarga bo'yicha ham savol berasiz. Savollari bo'yicha o'zi javobini aytadi va o'zi xullas mana shu agar muammosini yechmasa, oqibatini, asoratini o'zi aytish kerak bo'ladi-da. Asosiy muhim narsalardan bittasi shu. Ya'ni mana 3 ta qismda biz asosan savol beramiz va bitta esa o'zimiz gapirib beramiz. Xo'p, ana endi biz kelajakni yorqin tomoniga o'tsak. Bu narsa hal qilinadigan narsa. Muammo ikki xil turda bo'ladi. Birinchisi hal bo'ladigan, ikkinchisi hal bo'lmaydigan. Sizni hal bo'lmaydigan muammongiz xodimlarni boshqarish. Bu hech qayerda hech qachon hal bo'lmagan. Har doim xodimlar o'z boshimcha ishlagan. Lekin muammoni ikkinchi turi ham bo'ladi, hal bo'ladigan muammo. Bunaqa muammolar biz orqali yechiladi. Misol avtomatlashtirish, tizimlashtirish va rivojlantirish. Siz modmini o'rnatib, shu o'quvchi sonini ko'paytirishingizga yordam berishingiz mumkin, analitika, statistikani ko'rib turishingiz mumkin va ijtimoiy tarmoqlarni o'rlab va hokazo va hokazo va hokazo va hokazo. Ikkinchi muammosi bo'yicha o'zi modmi yordam bera oladimi yoki yo'q? Masalan, bu narsani modmiga aloqasi bo'lmasa, shu narsani ochiq aytish kerak. Ya'ni ikkinchi muammongiz bu xodimlarni boshqarish. Xodimlarni boshqarish bo'yicha modmi qisman yordam berishi mumkin, lekin baribir odam faktori bo'yicha qoladi. Misol uchun men sizlarni ham nimadir qilib maksimal darajada boshqarishga harakat qilsamda, lekin insonni o'zida bo'lmasa bu narsa, ya'ni insonni o'zida shunaqa qanaqadir stabillik yoki aniq bir intizom bo'lmasa, bu narsani boshqarish qiyin. Hech qanaqa platforma bo'lishidan qat'iy nazarda. Lekin baribir qisman qilsa bo'ladi. Misol o'sha vaqtida kelib ketishni workly orqali, davomatni vaqtida qilishini o'sha platformadagi chegaralar orqali va hokazo. Qisman boshqarsa bo'ladi. Lekin misol o'quvchilar bilan bo'ladigan munosabat va u yerda platforma faktori aralashmagan holatda platforma hech qanaqasiga yordam bera olmaydi. Ya'ni dars o'tayotgan payt sen turqing yoqmayapti, bor chiqib ketlaring deydigan bo'lsa va ular chiqib ketib administratorga boshqa to'lamaymiz desa, bu narsani platformaga aloqasi yo'q. Siz platforma orqali shunchaki mana shu ustozdan mana shuncha bola chiqib ketganligini ko'rishingiz mumkin. Bu yerda administratorning o'rni bor. Ya'ni ba'zi bir vaziyatlar bo'ladi, platformadan tashqari juda ko'p faktorlarga bog'liq bo'ladi. Shu uchun ularni hal qilib bera olmasligi mumkin, lekin asosiy muammolarni hal qilib beradi. Bu yerda savollarni misol aytaylik, sizda 50 ta savol berish imkoni bo'lsa, ya'ni 50 ta savol berish imkoni bo'lsa, savollarni qayerga qancha savol qo'ygan bo'lardinglar? 50 ta katta son qo'yib yubordim, xolisizlar kichkinaroqni aytaman. 5 ta. 5 ta? Misol uchun. Xo'p, mana 10 ta savol berishinglar mumkin mijozga. Mijozga 10 tagina savol bera olasizlar. 10 ta savolni qayerga qo'ygan bo'lardinglar? Hamma o'zini fikrini aytsin, yozib boraman. Situationga To'xtang. Qolgan 5 ta. To'xtang. Xo'p, yodgor situationga 5 ta. Problemsga 3 ta. 3 ta. Implicationga nimaga networkga Bitta. Xo'p. Yana kim o'zini variantini aytadi? To'xtang, Faxriddin. 3 ta savol bergan bo'ladi. Situationga 3 ta savol. Muammolar haqida 5 ta savol bergan bo'ladi. Xo'p. Hop, endi 2 ta savol qoldi. 2 ta savol, bitta unga, bitta bunga beraman. Bitta bunga. Xo'p. Abror? Hozir situationda holatni aniqlashtirishimiz kerak. Qarorga kelayligi. 5 ta. Problemsda yana endi bu keltirib chiqarib berishimiz kerak, qanaqadir muammosi bo'lsa. Muammolarni aniqlash kerak. Keltirib chiqarish emas, shunchaki Ko'rsatib berish. Da. 3 ta. Bitta. Behruz? Hop, situationda 5 taga kerak bo'lsa. Hop, problemsda 2 ta so'rayman. 2 ta aniq, chunki situatsiyasi aniq, shuncha gaplarni lekin 2 ta narsa chiqadi, aniq narsa. Bu 2 tadan keyin qaysiga 2 ta implication bo'lishi mumkin bo'lgan holat, chunki to'g'ridan to'g'ri. Bitta.
Hop, Sardor 5 3 2 qanaqasiga 1? 10 mingta bo'lib ketadi-ku. Bir to'lamay ketaveradi. Hozir 4 3 2. 4 3 2 1. 4 3 2 1. Jamoa shu formada o'ynardi. 4 3 2 1. Zayndan Ya, tegdi. Tak. 5 3 Yo, 3 aha 2 hop 3 2 3 3 2. Bu prosta sonlar kombinatsiyasi emas eslashda. Bu narsani o'zingizlar aniq qilinglar-da, tasavvur qilib aytinglar. Misol mana situationda yodgor 5 ta savol beraman deyapti. O'sha 5 ta savolni tasavvur qilib aytingizmi yo prosta takoy 10 ni bir to'rga bo'lish kerak ekan, nimadir qilish kerak ekan. Ya'ni o'zingiz aytmoqchi, varonka hisobida qildi. Ya'ni qancha zo'r holatini aniqlasan, undan keyin 2 ta yoki 3 ta muammosini, misol uchun 3 ta muammosini ko'rib chiqolsangiz, va implicationga kam bo'lib qoldi deb o'yladim. Men bitta deb o'ylangan joyim implicationda bittasini oqibatini emas, ikkitasini kamida oqibatini ko'rsatib berish, ya'ni problemimiz ikkitasi. Keyin oxirida bitta o'sha to'liq qilib hamkorlik boshqa bo'lib bitta shunaqa deb o'ylab nima qildim men. O'sha varonkani hisobini olib turib, tepada muammo bilan situationga ko'proq savol ajratdi, ko'proq gaplashib, implicationda bitta bo'lib qoldi, bitta o'sha yerda o'ylandim men. O'sha yerda ikkita oqibat ko'rish mumkin edi degan joyda sal o'ylandim. Ikki qilish mumkin balki deb, atak qolgan joyda shu ishni hisobini oldim. Zo'r. Yana qolganda kimdadir Yana fikrlar. fikrlarga qo'shilaman. Men tepada aytilgan hamma fikrlarga qo'shilaman. Chunki bir xildim. Menda 5 ta savol bo'lgan aniqlab olgandan keyin ikkita problemani aniq topaman. O'sha ikkita problemasi keluvchi sen o'sha ikkita bo'lishini aniqligini bilib turadi. Nu qanchadir ko'p bo'lishi mumkin. Xuddi отжимание qilsangiz, podxodlar sonida qilib bo'lgan bilan ichidagi son ko'p bo'lishi mumkin. Xuddi shunaqa narsa. Misol uchun oldin 4 ta bo'lgan bo'lsa, bir oyga yana ko'payib ketishi mumkin. Bo'lmasa yo'q, xuddi bitta konkretni to'lov masalasida gapiradi. Kimda yana fikr bor? Aniq, nimasi aniq? ko'proq oqibatini tushuntirib berib, masalan, Men olib kelaman demaysiz. ikkita ko'proq bo'ladi. Bu O'zingiz yerda eshitib qo'ygan bo'larsiz. O'zim aytaman, ha sizlar fikringlarni aytinglar. Eng the best the worst ni aytib. The best the worst degani yo'q o'zi aslida. Ya'ni misol uchun mana spinni ikkita odam ideal darajada o'rgansada, bittasi ishlata olsa, ikkinchisi ishlata olmasa, tushunarli holatga ishlata olgan yaxshiroq sotuv qila oladi. Lekin bu degani spin to'g'ridan to'g'ri sizning sotuv effektivligingizga bog'liq yoki sizning sotuvingizni birdaniga 2 barobar, 3 barobar ko'paytiradi degani emas. O'z texnikalarni bilish 10%, nari borsa 20%. 10%, 20% mayli, eng patolog 30% sizning sotuvingiz ehtimolligiga, effektivligiga ta'sir qilishi mumkin. Qolgan holatda bu sizning oratorligingiz, bu sizning storytelling qilishingiz, bu sizning to'g'ri savol bera olishingiz, bu sizning eng muhim narsalardan bittasi logika. Ya'ni bu texnikalar nima o'sha? Bu aytganimdek struktura, bu aytganimdek logika. Ya'ni misol shu narsalarni ketma-ketligini o'zgartirib savol bersa bo'ladimi? Ya'ni birinchi bo'lib turib net payoffdan boshlasa bo'ladimi? Logikaviy noto'g'ri bu narsa. Ya'ni aka mana shu sizdagi bor muammolarni hammasini hal qilish uchun modmini olasiz. Ana endi keling, sizdagi bor muammolarni aniqlashtirib chiqaylik deb ketma-ketligini o'zgartirsa o'xshaydimi? Yo'q. Ya'ni o'zini strukturasi bor, o'zini ketma-ketliklari bor. Ya'ni ma'noviy jihatdan logikasi ulangan bo'lishi kerak. Bu IELTS imtihonlarida ham misol sizga bitta savol berilsa, keyingi savol logikaviy jihatdan ulangan bo'ladi. Readingda hamma joyda. Xuddi shunaqa. Ya'ni texnikalar sizlarga struktura beradi-da. Ya'ni xuddi shunaqa. Xohlasang bu yo'l bilan ket, xohlasang bu yo'l bilan ket. Misol qimmatroq sotmoqchi bo'lsang, spinni tanla yoki arzonroq sotmoqchi bo'lsang, bunaqa tanla. Mijozni o'zini temperamentiga juda katta bog'liq narsa bor. Misol uchun siz agar mijoz yangi o'zini sohasida hali yana konsultativ sotuv bo'yicha ham qisqacha tushuntirib beraman. Bugun emas, boshqa safar. Konsultativ sotuv o'zi o'tgan safar ham tushuntirib bergandim. Misol uchun mijoz hali o'zini sohasida yangi bo'lsa va aytaylik yodgor sizning holatingizda endi bog'cha ochgan. Hali nima desa bo'ladi? Hali choynik. Ruslarda shunaqa deydi, chaynik deydi. Короче, chaynik hali hech narsani bilmaydi. Unaqalarga siz konsultativ sotuv qiladigan bo'lsangiz, ehtimolligi bo'ladi. Ya'ni buni o'zini mijozning temperamentidan, mijozning o'zini vaziyatidan kelib chiqib tanlanadi texnika. Ya'ni sizni qiladigan narsangiz xohlagan mijoz endi gaplashishingizda birinchi 3 sekund, birinchi 5 sekund tushunsa bo'ladi mijoz qanaqaligini. Taxminan 100% to'g'ri bo'lmaydi, lekin qisman 60% to'g'ri bo'ladi bu narsa.
temperamentini bilganingizdan keyin, misol, emotsiyada gapiradigan odam o'sha emotsiyani tanlash kerak, ketish kerak. Aniq faktlar bilan gapiradigan odam aniq faktlar bilan tushuntirib berish kerak. Uzoq gaplashishga va o'zida bor muammolarni aniq olgani yo'qmi? Misol, spin zo'r narsa, zo'r qo'l keladi. Vaziyatga bog'liq. Dehqon odam. Ishlatib, to'g'ri. Da, sizdagi misol asosiy qiladigan narsa birinchi o'rinda strukturani tanladingiz, o'sha texnikani tanladingiz. Bu yog'iga aytganimda sizni storytelling mahoratingiz, sizni oratorlik mahoratingiz va sizni logika jihatdan ulab ketishingiz. Misol uchun mana bunaqa narsa bo'ladi. Bu yerda situation problem implication bo'lgandan keyin siz bu yerda to'g'ridan-to'g'ri sразу need payoff ga o'tishingiz shart emas. Ya'ni bu narsalar mixed struktura deyiladi. Ya'ni bitta strukturani olasiz, bitta texnikani olasiz, ikkinchi texnika bilan ulaysiz. Ya'ni bundan oldingi o'rganganimizdagi bilsangiz tepak formulasi bor. Misol implicationdan keyin, ya'ni unda muammolar asoratini tushuntirib berganingizdan keyin mana bu yerdagi P, Y, K etapiga o'tishingiz mumkin. Va K etapi need payoff bilan bir xil bo'ladi. Ya'ni P yana o'zi qoladi. Nimaga deydigan bo'lsangiz, ya'ni implication o'sha muammosi qanaqa asoratlarga olib kelish kelgandan keyin tushuntirib berganingizdan keyin bu yog'iga pitching qilib bersangiz bo'ladi. Qanaqadir storytelling qilib bersangiz bo'ladi. Mana shunaqa bo'ladi. Oldini olasiz, mana platformamiz deydi, mana nimalar ishlash orqali. Yo'q, bu narsa o'sha need payoff bo'ladi. Ya'ni siz aytayotgan narsa, agar mana bunaqa qarang. Sizda vaziyat mana bunaqa ekan, mana bunaqa muammolaringiz bor ekan, shu muammolarni yechmasangiz mana bunaqa bo'lar ekan deb o'zi mijozdan tasdiq olganingizdan keyin bu yog'iga pitchingda mana bunaqa mijoz bor edi va o'sha mijoz shu muammolarni bartaraf etib mana shunaqa keldi yoki shuncha payt o'zi ba'zi bir mijozlar bo'ladi, bilasizmi? Misol aytaylik, mana bu yerda bizdan sotib olgan bo'lsa, orada ham mana bu yerda aloqaga chiqqan bo'lishi mumkin bizga. Shunaqa mijozlar bor, o'zimda bo'lgan misol. Mana bu yerda aytaylik, sentyabrda aloqaga chiqdi, sentyabrdan o'ylab ko'raman, keyin olaman va hokazo, keyinga qoldirdi o'zi. Lekin mana bu yerda yanvarda aloqaga chiqib, mana shu yerda olgan paytim zo'r bo'lardi, chunki siz aytgandek, mana bu sentyabrda hal qilmagan muammolar baribir yanvargacha yetib keldi. Ya'ni mana bu yerda implicationni ko'rsatib berganman deyman sentyabrda bunga. Как раз o'sha implicationga yetib kelganim uchun yanvarda o'zi sразу sotib olgan platformani. Implication, ya'ni shu muammolarni yechmasa nima bo'lishini tushuntirgandan keyin pitching, ya'ni qisqacha pitching qilib berishim mumkin. Xuddi sizga o'xshagan shunaqa mijoz bor edi, xuddi shuni o'ylanib turganda. Shunaqa. Qisqacha storytelling Da. qilib ketiladimi shunda? Xohlasangiz storytelling, xohlasangiz prezentatsiya qilsangiz ham bo'ladi. Ya'ni o'zi shu muammolarni xohlasangiz kelib chiqishini gapirib bering, xohlasangiz platforma o'zi umuman platforma texnik jihatdan shunga qanaqa yechim berishi. Ya'ni bu pitching bilan need payoffni farqi, mana shu funksiya borligi uchun sizni muammongizni yechish uchun to'lang deb turadigan bo'lsa, bu pitchingda shunchaki shunaqa funksiya bor, o'zi shunaqa muammolarni yechish uchun bizda deysiz. Bu yog'iga e'tirozni bildirish mumkin va need payoff. Xullas, logikaviy jihati shu. To есть bu yerda juda muhim narsalardan bittasi shu. Siz meniki juda sodda, meniki 3 ta va oxirida bitta. Yetadi. Unaqa katta ko'p savol berib o'tirmayman men. Yodgorga aytgandim bu narsani, imkon qadar suhbatni qanaqa tasavvur qilish kerak? Suhbatni siz agar tepadan misol pastga mana bunaqa tasavvur qiladigan bo'lsangiz, misol mashina o'zini spin desak, katta ehtimol bilan provalniy bo'ladi bu sotuvingiz. Bu sotuv o'xshamasligi ehtimoli juda baland. Sababi siz boshdagi situatsiyani yaxshi aniqlashtirib olmasdan, problemlarga, ya'ni uni muammolariga ko'p e'tibor bermasdan, shunaqa, ya'ni suhbatni boshini qisqaki oxirini uzun qiladigan bo'lsangiz, need payoff, ya'ni siz unga mana shu platformadagi 10 ta funksiyani nimaga sotib olish kerak va shu platformadagi 10 ta funksiyani hammasini tushuntirib berishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni bunaqa ketadigan sotuvda katta ehtimol bilan o'zingiz qiynalasiz. Shuning uchun oddiy o'sha varonka shaklidagi sotuvlar eng shunaqa suhbat gaplashish kerak iloji bo'lsa. Ya'ni SPIN. Ya'ni boshda situatsiyaga katta e'tibor berib, situatsiyani to'liq olgandan keyin, misol situatsiyada unda 6 ta holat bor desak, unda 4 ta muammo bo'ladi, ikkitasini implication'ni o'zi ko'ra oladi, chunki qolgan ikkitasini ko'ra oladi degani emas. Misol 4 ta muammosi bor. O'quvchi sonini ko'paytirish, xodimlarni boshqara olmaslik, qarzdorlarni vaqtida undira olmaslik va filial ocha olmaslik yoki filial o'ziman kengaya olmaslik deydigan bo'lsangiz, 4 ta muammosi bor. Shundan 4 tasidan ikkitasiga javob berish mumkin. Qarzdorliklarni yig'ib olmasa nima bo'lishini bilishi mumkin. O'quvchi sonini ko'paytirmasa nima bo'lishi mumkin. Lekin xodimlarni hozir boshqara olmayapsan, shunaqa muammoing bor. Shu muammoni yechmasang nima bo'ladi? Siz u savolga javob bera olmaydi. U nimadir ham bo'lar deydi. Ya'ni bu narsaga aniq
javob berish shart degani emas. Oxirida need pay off. Ya'ni bunda ham katta ehtimol bitta yoki ikkita bo'ladi. Kelasiz o'sha tepadan spinga engacha kelasiz. Engacha yana ketga qaytaradigan odamlar bo'ladi-ku. Misol yana savollar beradigan, misol to'xta mana nima bo'lsa nima bo'ladi deydigan o'sha pullarga paytingizdan keyin. Naqadar ishlash kerak. Yaxshi savol, zo'r savol berdingiz. O'zi umuman e'tiroz, bu e'tiroz deyiladi bu narsa. Mijoz e'tiroz berayotgan paytda, misol bu yerda spinda o'zi e'tiroz qolmasligi kerak. O'zi mana tak aytmoqchi bo'lgan narsam. Mijoz sizga qimmat dedi. Misol uchun. Mijoz sizga bu narsa nafaqat bitta qimmatda, любой narsada ishlaydigan narsa. Mijoz qimmat dedi, misol uchun. Siz unga berishingiz kerak bo'lgan savol, aka, platforma hozir sizga qimmat ekan. Bu narsani tushunaman va bu fikringizga qo'shilaman. Hozir platformani narxini chetga surib tursak, qolgan hamma narsa sizga to'g'ri kelyaptimi? Ya'ni sizni hozir sotuvdan to'xtatayotgan va shu platformani sotib olishdan to'xtatayotgan yagona narsa bu platformaning narximi? Ya'ni mana shu qimmat degan bitta e'tirozni aytdim, shu e'tirozni bunday chetga suramizda, qolgan bu yerda musor yo'qmi, bu yerda hech narsa yo'qmi aniqlashtirib olamiz. Yo'q degandan keyin bo'ldi, bitta mana shu narxi bo'yicha qanaqadir ustupka qilib bersalar olardim. Ya'ni boshqa joy, hamma joy zo'r. Platforma yo'qdi va hokazo. O'zidan aniq shunaqa утверждение olgandan keyin bo'ldi, o'sha qimmatdan boshqa e'tirozi qolmaydi. Bundan faqat e'tirozda. Bu boyiga mana bu problems yoki situationda. Boy problemsni tushuntirayotgan paytda videoda ko'rsanglar ham bo'ladi. Misol bitta mijoz muammosini aytdi. Menda shu o'quvchi soni ko'paytira olmayapman dedi. O'sha mijozni shu bu narsani qisman bitta fakt deb qabul qildingiz mijozdan. Bitta muammo deb qabul qildingiz. Hozir sizda shu o'quvchi soni ko'paytirish muammosi bor ekan. Agar o'quvchi soningizni ko'paytiradigan bo'lsangiz, boshqa muammolar yo'qmi? Ya'ni xodimlar zo'r boshqarasiz, qarzdorliklar 0, filial ochib boryapsiz, kengayib boryapsiz, lekin shu o'quvchi soni ko'paytira olasiz. Hatto ne logichно. Bitta narsa aytdi, shu faktdan tashqari boshqa muammo yo'qmi? Ya'ni boshdagi situationda emas, problemsni o'zida shu narsani qo'llash kerak bo'ladi-da. Ya'ni menda mana bunaqa muammo, bitta muammoim bor desa, shu bitta muammoingizni yechsangiz boshqa muammoingiz qolmaydimi? Ya'ni misol hozir sizga kelib turib, Behruz nima muammolaring bor? Hamma muammoingni yechaman desa, siz misol uchun menda pul muammosi bor hozir. Hozir senga $1 million bersam, hamma muammoingni yechiladimi? Siz yo'q deysiz. Nimaga? Hammasi o'lishi. Hozir. Yo'q. Xo'p, misol mana Behruz o'zida savol beramiz. Xo'p, nima muammolaringiz bor hozir hayotda? Ya'ni bitta o'sha pul muammosini aniqlashtirdik. Pul muammosi bor. Va $1 million beradigan bo'lsa, shu pul muammosi to'xtaydimi? Boshqa muammoingiz qolmaydimi? Mana, ko'p. Ko'rasizmi, o'sha agar masalan mana shu savolni shu savolni bermaganimda, siz bilan suhbatni davom ettirib ketganimda, sizda pul muammosi bor ekan, agar shu pul muammosini yechmaydigan bo'lsangiz, siz bomj bo'lib ketasiz, siz o'lib ketasiz, aka, shu o'lib ketmasligingiz uchun hozir bizning kursimizni sotib oling deb bundoq qo'limdan qilib olib gapirish kerak bo'ladi. Lekin siz o'shanaqa deb oxirida sizga aka kursni bizani o'zi $1 million kursimiz bor, lekin shuni atigi bugun 1 soatlik skidka sizga 70 ming so'mga beramiz deydigan bo'lsa, siz aytasiz, "Yo'q, taxtang aka, o'zi" deb e'tirozlaringiz boshlanadi. Sizda bor muammolarni hammasini ko'rib chiqsam, siz misol bu aytaylik puldan tashqari oilaviy munosabat, o'z sog'lik, salomatligingiz va hokazolarga va undan tashqari boshqacha muammolaringiz bor. Shu muammolaringizni ko'rib chiqib va shu muammolaringizni razbor qilib chiqqanimizdan keyin men sizga need payoff qiladigan bo'lsam, unda zo'r. Ya'ni aka, siz mana bu muammolaringiz bor ekan, mana bunaqa muammolaringizga mana bunaqa yechim qilsa bo'ladi, bunaqa qilsa bo'ladi, bunaqa qilsa bo'ladi, bunaqa qilsa va asosiy negizida aytaylik bu narsani ko'pida moliyaviy erkinlik turadi. Ya'ni moliyaviy erkin bo'ladigan bo'lsangiz, siz xohlagan paytingiz ishlab, xohlagan paytingiz dam olasiz. Ya'ni bu orqali siz sog'lig'ingizga xohlagan paytingiz vaqt ajrata olasiz va bu uchun shunchaki sizga bitta professional trener va vaqt kerak bo'ladi. Sizda professional trener va vaqt bo'lishi uchun sizda pul bo'lishi kerak. Ya'ni siz moliyaviy erkin holat bo'lishingiz kerak. Siz xohlagan paytingiz ishlab, xohlagan ishda daromad olishingiz kerak va bir oylik topadigan xarajatingizni, bir oyda qiladigan xarajatingizni 2 baravarini topishingiz kerak. Ya'ni bir oyda 10 million so'm rasxod qiladigan bo'lsangiz, oyiga 20 million topib moliyaviy erkinlikka chiqa olasiz. Va shu kursni va shu 20 millionlik erkinlikka chiqish uchun siz avvalambor kursimizni $1 million kursimizni 70 ming so'mga olishingiz kerak. Xuddi sizlarning kursdaligini bitta 10 millionga sotib deydi tizimda. Endi bilmadim. Xullas, bot. Da, bu yerda baba siz haqiqiy klient emassiz, men haqiqiy sotuvchi emasman. Haqiqiy sotuvchiman, lekin просто in situationda. Biz so'lamasingiz bilamiz-da, deydik. Har xil kompaniyalarni
Biz hech kim bizga reklama uchun pul to'lamagan. Reklamalar ham biz Modbin nomidan emas, Abdulla Mustafa nomidan chiqyapti. Albatta. Bu hech qanaqa kompaniyamizga aloqasi yo'q. Bu shunchaki личностный trening Ben biz meni ovozim eshitiladi. Hech ko'rdingiz mikrofonni? Uzr so'rab qo'ying. Mayli. O'sha joyini kesib tashlaymiz yoki tit qilib qo'yamiz. Yurishimizga to'g'ri keladi. 10 ta kam bo'ldi. Xullas, kimda nima savol bor? Keyingi darsdan o'tamiz. Hmm? Keyingi darsdan o'tamiz. Xudo xolasa ertaga money management, pulni boshqarish san'ati. Keyingi ko'rsatuvlarda uchrashguncha hammaga salom, hammaga xayr. Chotki zo'r. Ha, to'xtanglar. Menga like bosib, obuna bo'lib, izoh yozish shart. Bu juda meni xursand qiladi. Men bu narsani kimga tushuntiryapman? Sizlar ham bilib olinglar shu narsa orqali. Bu asosiy sotuvning fundamenti.